Assalomu alaykum chalab chuluplarim. Men bir nima so'rab chiqay, men yanagida Bigolive'ga ham kiraman-da. Bigolive'da gaplashib o'tiraman. O'sha yerga chiqib turib, meni trans deb o'ylab bolalar chiqadi anaqa. O'zimizda quruqdanmisiz? Anaqa men ko'timga siqtirmoqchiman. Men ko'timga siqtirmoqchiman. Bolalar bormi? Deb o'tiradi. Cho'za ujus. O'zbekistonda ko'tlarga indamay qo'yshdimi? Oldin sal xotinga o'xshagan bolani ko'rib qolsa, ko'chada bolalar urib maydalab tashardi. Mana soqolli bolalar kim? Mani onam yo'q, yetim qolganman. Soqol manancha sunnat qilib qo'yib olgansan. Sunnat deb maqtanib aytasan. Nima ahvol bu? Menga просто интересно. Mana soqolli bolalar ko'pmi O'zbekistonda? Bularda xotin bola chaqasi, oilasi yo'qmi ekan? Yo mayli ko'tligingda O'zbekistonda emas ekan. Yo bo'lmasa mana soqol o'zingni ko'rsatib o'tirar ekansan, qo'rqmas ekansan hech nimadan. Seni oilang bor orqangda. Orqangda oilang turibdi. Soqolni manancha qo'yib olgansan, ko'tsa men trans emasman. Men sizlarga qo'toq topib bera olmayman. Ayollar bilan yurgan bolalar ko'tlarni sikmaydi. Seni o'zingga o'xshagan ko'tlar sikish mumkin. Menga qo'toq topib bering, oppa. Men nos qilolmayman. Mana shularchalik istoriyamga qo'ydim mana videosini. Men nos qilolmayman bunaqa. Soqol manancha qo'yib olasanda otni qo'toqlari uyalmaysizlarmi? Qayoqqa qarayapti? Aka-uka tog'alari, amakilari yo'qmi bularda? Ujus takoy.